Xotinning go'shtkiri kömeşlerini yaxshi kömeydigan do'stlar yo'q-ku deyman. Men bugun o'z qo'lim bilan uyda asl tamli kömeş tayyorladim. Shunchalik o'xshabdi do'stlar. Sizlar bir sinab yiqinglar. Bizga vaqtinglar topolmay qolmaslik uchun yurakam yulduz belgilarini besib saqlab olishni unutmanglar. Alı bilan kichik bir chini unga bir qo'shiq tuz qo'yib chingriq ximir yo'g'irib olamiz. Ximirni qo'lingizda yoki ximir yo'g'irish mashinasida yo'g'irsanlar bo'laveradi. Bosqichda biz buning qiymasini tayyorlaymiz. Go'shtni tanlagan vaqtinglarda mayliqroq go'sht tanlasanlar bo'ldi. Qiyma uchun go'sht bilan piyozni ham to'g'rab olsanlar bo'ldi. To'g'rab bo'lgandan keyin cho'ngroq qachiq olamiz. Uning ustiga yana kichik bir qo'shiq tuz, kichik bir qo'shiq sir talqini va ozroq qarmush talqini qo'yib, tekshi aralashtiramiz. Arqadan bayatini yo'g'irib tayyorlab olgan ximirimizni naq o'tirdan ikkiga bo'lib sovulaymiz. Arqadan balchamo bilan yuviga 5 minut atrofida tindirib olamiz. Ximir tayyor bo'lgandan keyin boshda qo'limiz bilan besib, arqadan no'g'rish bilan yeyib nipizlatamiz. Mushundek nipiz qilib yeyib olgandan keyin ximirning ustiga qiymini ilib tugishni boshlaymiz. Ko'ngillardek buning tugilish shakli pördan ozroq farqlanadi. Bir qarab mumkin o'rganib olaysizlar. Do'stlar, ko'rib mushakapsizlar qo'llash yuzini inkas rayonigacha qaxsiz gulranglarni yo'llab qo'yishni unutmanglar. Tugib tayyor qilgan kömeshni mayqaga silingan lisning ustiga olamiz. Arqadan lisni oldin qizib tayyorlangan duxovkaning ichiga solamiz. Duxovkaning 180 gradusda 45 minut pishirsak tayyor bo'ldi. Ko'ngillardek nayt o'zgacha bo'lgan xotinning asl tamli kömechi tayyor bo'ldi. Ta'mimi shunchalik o'zgacha ham behish bo'ldi. Do'stlar, cho'qim bir sinab yiqinglar. Har kun yangi mazmunlarni yo'llab turmay, pastga o'rtimcha kimni qo'shib olishni unutmanglar.